Men depressiyadaman. Nima meni hayotimda unaqa bo'laveradi? Asalim, chunki seni shunchaki bo'sh vaqting ko'p. O'zi bugun sen o'zing uchun nima qilding? Yuzingga o'xat qildingmi? Sochingga o'xat qilib ukladka qildingmi? Hayoting qanaqa qilib yaxshilash uchun plan qildingmi? To'g'ri ovqatlanishni boshladingmi? Vitamin badlaringni qoldirmasdan ichdingmi? Zalga chiqishni boshladingmi? Anchadan beri yodlamoqchi bo'lgan tilingni yodlashni boshladingmi? Qiziqqan kursingga yozildingmi? Shkafingni, kiyimlaringni razbor qildingmi? Umuman kerak narsalaringni ajratdingmi? Yaxshi kayfiyatda raqsga tushdingmi? Boshlagan kitobingni oxirigacha o'qib qo'ydingmi? Shukrona etdingmi? Yaqinlaringni xursand qildingmi? Ota-onangga telefon qildingmi? Ha? Yo'q. Так что men depressiyadaman devermagin. Sani fokusing o'zingdan tashqari hamma yoqga ketib qolgan. Так что fokusingni o'zingga qaytar.